Bu filmni TV'rəsdə Ündar Süpsi gazır çıqıb qollagan. G'aybat polgosining jima jansi gazır purchaq, Hasan Hüseyinning cho'ng apisi chipar qizchaq. Yaxshimizlar, mening ismim To'singul, Yaq Almira. Hammalar meni Almira deb chaqirdi. Hamma qiz aynaytki o'zining dunyodagi eng go'zal qiz bo'lib qolishini orzu qiladi. Albatta, men shularning ichida biri. Aynaytki o'zimning dunyodagi eng chiroyli qiz bo'lib qolishimni umid qilaman. Biroq Hey, qizcha. Hozirgi jamiyatda bir tal telefon hojatimizni chiqarishimiz zo'rlab, yana bir tal telefon tutib obro'li qishlarning biri ekan. Men bu zamonga moslashib qoldim. Yashash rasili qiyin. Ba'zilar menim yo'q deb sarlansa, ba'zilar nimishqa ko'zimdan yeyman deb qaqshaydi. Voy. Tatvola. Ay, bunu bezip takışıp geldi. Benim diyet plasım çıktı gitti o. Ay. Böyle. Diyet plas kadar bir su ötmeydi bu. Hiç kınak olmaz. Uy. Leylek kalıyor bu. Meni telefonimdan ki kakı qalmagan, shu yengil qalmış. Kim bo'lsin bu soxta telefonning leylab ketadigan ne? Hey, avval ertaga 100 turani imtihonimga yaxshiroq bir tayyorlik qilaychi. Bugun men butkul dasmayimni elib 100 turani imtihon berish uchun keldim. Radlik kiyinib keling debdi. Men mush kiyimni angratish kerakligiga ishonaman. Let's go. Başlık bana tikilib qarab o'tirdi. Demak, o'choqqa mening chiroyimda qanchalik talant chiqishganligini his qila oladi. Shunday qanachada obraz diqqat qilish kerak. Bunday tozini tushirib o'tirib turamsan. Kinishkilarimiz bormi? Bor? Ma mening salohiyat kinishgan, ma'u davolnish kinishgan, cho'pirlik kinishgan, ma yo'l yurish kinishgan, ma'u nopstabda yaqidiq kinishkisi. Hammasi shu. To'liqlik. Ukam, sizdan bunda bir o'qish bitirish kinishkilaringiz yo'qmi? Bor, albatta bor. Mana. Dedim-ku, men kim? Başlık kinishkilarimga qoyil bo'lmay qolmaydi. Demak, ish bitdi. Başlıqning ishpasi boshqacha turdi-ya. Qo'shnining ko'ngli alay desang, etini sug'a debdikan. Men bu boshliqni sug'urib ko'ngli alaymi-ya? Boshliq, cho'pa to'tasiz. Choy damladim. Yak, bo'lmag'iday. Eng muhimi innovat masalasi. Ayol kishi qo'lning chevarligi, ishchanligi bilan ayol atalgan. Boshliqqa ishchanligimni bildirib qo'ysam bo'lg'idek-da. Yak, men prinsipchan odam. Opam haqning narsini qilayotgan tutmang degan. O'g'il bo'lsang sho'q bo'l, bo'lmas yo'q bo'l debdigan. Boshliqqa qarsam sho'qlikdan asarim yo'q. O'tiraverib ko'kirib ketibdi. Biri payda naqsh qo'yib bir ko'ngni ochaymi-ya? Yak, mening maydonim mustahkam, bayrog'im ro'shan. Bunda qilsam hargiz bo'lmaydi. Bu materialingizni ko'rdim. Siz shirkatga emas, shirkat sizga mos kelmaydigandek turdi. Amsa. Chunki sizni men sal boshlang'ich maktabga mos kelammikan deb o'ylab qoldim. Boshlang'ich? Demak, men nihoyat safoliq ko'rinibman-da. Anarxon, bu yerda nima ish qiladi? Mo'lashtiramsiz. Baqil. Rahmat sizga. Rahmat. Baqil. Siz bu restoran imtihon kelganmi? Ha, imtihon kelgan. Kelishga bir narsalaringiz bormi? Unutib qolibman shu. Ha, ishqis yo'q. Ha, siz ketaversangiz bo'ldi. Bizning shirkat xizmatchi topqa o'xshaydi. Xizmatdan quruq qilib hayotlik ustida iznov olsam, mavu nadin keldi odamni qistab. Voyadash, aldin qitdim. Men hozir picha kasnib qo'ray. Tabriklab qo'yib kelaylik. Ma'qul. Ha, ma'qul qo'sh. Tushundim. Yusran imtihon qatnashish uchun cho'qim go'zal bir qo'l kiyim bo'lishi kerak ekan.
Muşin seti olay. 28.104 yen. Ağzıga kelgan ko'ribdi ku bir nimalar. Dal o'zi. Bunig'imi amalim bor. O'ylamagan yerdan chashqonga jilvagan ishtonlarni ketonglik markalik ishdan bo'lib chiqishi qiziqda. Anlasam sen g'ajab, sen totlab aytgan ishtonlar hozir bek moda bo'pti. Menikini boshqa qilibdi. Miki? Hey, men qara. Men qarsam donglik markalik buyumlarni donglik qilg'ini yana shu markasi ekan. Faqat shu birla markaning ishi qoldi. Menimcha bunga cho'qim amal chiqdi. Mening donglik markalik kiyimlarimning rostdan ko'p ekanligini amdilatdan his qilyapman, jimo. Mushkulada meni shunchalik aqlli tug'ib qo'ygan opamga rahmat aytgim kelgan bo'lib qoldi. Mana bu shunday qilib bir qo'rdanglik markalik kiyim tutdik. Xalqaro chalpanlar bika qolsin. Uzun o'tmay, men bu xalqaro sahnalarda o'rin olaman. Shu chalpanlar bilan choy o'ynab ketasan toza. Nega bo'lsam shu yerda paydo bo'lgan soljidak. O'zini satdi. Aslida isozot qizlardan bo'lish uchun bir qo'r moda kiyimdan boshqa yana bir yurish donglik qirin buyumlari bo'lish kerak ekanda. Amaliyotda kolonnal ishlasak donglik markalik qirin buyumlari uncha bo'ldim qimmat emas. Mana bitti. Men bu bir yurish donglik qirin buyumliq bo'lib qoldim. So'mkamni ichida tursa ko'rinmamdi nima? Yo'q, bunda bo'lsa bo'lmaydi. Boshqalar menga donglik markalik qirin buyumlarni baribir cho'q bilish kerak. Og'zini ichib qo'ysam, hammasi ko'rdi. Meni! Birsi meni deb chaqiryapti.我手机没电了，能借一下你的电话吗？我打个电话。Navada onunla asli telefonumni ko'rsatsan. 不会吧？你连智能手机都没有？装什么逼啊？ Ya, onu desem bo'lmagan. Agar onun telefonum yo'q desam-chi. 不好意思，我没有手机。啊？不会吧？你连手机都没有？ 装什么逼呀Ya, onu desem bo'lmagan. 哦，哎呦，是这样的，我刚买的iPhone 7 Plus 跟美国的男朋友通电话，哦，突然特别没有素质的一个男人把我撞了，哎呦，然后呢，就我的手机摔坏了。但没有关系，我有的是钱，我重新可以买一个。哎，没有就完了嘛，装什么逼呀？哎，何必呢？哎。 我时间多疼死吧！哎呀，Ay bu hiyli qiymat daim tushimda ko'rdim abad shu. Ey qanaqlar majab jiddiylik bormi? Mayliqlar kelyapti-da. Keçini so'qib yutib qoldimi? Beksat oldu ya. Beksat oldu, men to'lab bersam bo'ldi buni. Shunda chili qizlarning narsasini to'lab bermasa qat'iy bo'lmaydi. Undarnimiz qoldirib qo'yamsiz.
Hatta çıkıp telefon alayım ben. Aka telefon olaydı ya. Yavaş yavaş. Bak kaç pul? 3000 kavga. Maçı? Asıl 4000 kavga verin. Yetti ben bu. Plus. Kartı tekinlerim kavga oldu. Vay. Kaç pul? Andone 5000 kavga verin. Ne kımmet ya. Hani şu iPhone Plus kesa. Azara kıvam mı? Mal bir kere kısa. Bu çıkırken o. Hoş kazarak verdim bunu ya Efka. Şimdiki şahzadem bilan tunji uchrashgan bu ko'chani shuncha aylanib uning bilan uchrasholmadim. Tunaga setib olgan bu qota telefon menga nima aytmaydi? U bana jira ko'z oldim ko'rinadi qarganda men uning haqiqatan oshiq oldimmi nima? Hem miyada uning siymasi. Uni rostdan yaxshi ko'ra qolishimdimi? Ekrandagi bütün tercüme xatlarning hammasi shundan chiroyi. Hey, u juvoy nimakdan o'g'il tushimlik shahzodamning undidor nomerini o'g'irlikcha qochilib oldim. Biroq u men qachon gap qila? U balma gap qildi. Ha, peki koyammışım bilan boshini bitama. Yaxshimisiz? Men shu undidor so'z qildim. Bo'sim shu yuz chaplaqni tutib bir parcha rasm tushpagan bo'lsangiz, do'stlarcha birga chiqamoqchidim. Dunyodagi eng azobli ish xizmat topolmaslik, bir qo'r esil kiyimingiz bo'lmaslik, dangli g'irim buyumlaringiz bo'lmaslik yoki esil telefoningiz bo'lmaslik emas, balki zo'r umidlar bilan qochilgan u yigitning undidor sodiqini bopishi. Assalomu alaykum. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Chipar qizlarniki birinchi qismi mana oxirlashdi. Nurg'iyalar kulvatganini deyman. Ras, men ko'rib, o'sha xalqlarning keyni tushib ketganini ko'rdim, o'sha kulib. Nat yaxshi bo'ldi. Ikkinchi qismini biz patarda ishlaymiz. Shunga sizlar bizni qo'llab bersanlar bo'lmaydi-da. Shunga shu undidor supimiz bo'lgan chipar qizlarni qochilishinglarni umid qilamiz. Mushu ikki undidor supisini qochib olmasanglar, balkim ikkinchi qismini tatmasligimiz mumkin. Muqarrar bu. O'sha pichoq bu chamdan so'rab namandingiz? Ha, ikkinchi qismini shu Dubayda surat qoldirganga deyishgan. Shu yerga berib tortib keldik mumkin deyman. Safar ustida danglar biz. Ashta qilinglarmi? Qoch. Qochilinglar, qora va may, chipar qiz depadim ya mana.